Rossiya Ukrainaga hujum qilib 1 yil o'tganda Amerika bilan Yevropa davlatlari Ukrainaga yordam berishda texmo birlikka keldi. Amerika Ukrainaga ilg'or qurollarni berdiganligi va Rossiyaga texmo ig'ir iqtisodiy jazo yurgizadiganligini jakoladi. 1 yilga so'zilgan bu urushda Rossiyaning to'lagan badali Ukrainaga keltirgan balay ofati nihoyat ig'ir bo'ldi. Vladimir Putin va uning agash kuchlarining bu urushni qanday ayollashtiradiganligi, Rossiya Xitoy ittifoqining buningda qanday rol o'ynaydiganligi va uningdan kelib chiqadigan oqibatlar dunyoning izchil diqqat nazarida bo'lmoqda. Bir oy burun Tashqi siyosat jurnalida Amerika Rutgers universitetining professori, tarixchi, siyosatshunos Aleksandr Motelning hozir dal Rossiya vayron bo'lgandan keyingi vaziyatga tayyorlik qiladigan vaqt degan maqolasi e'lon qilingan edi. Bu maqolada aytilishicha, Rossiya Ukrainaga hujum qilib, 1 yil vaqt o'tgan bugungi kunda Rossiyaning mag'lub bo'lishi asosan muqimlashib qoldi. Urushdan keyin ojizlashgan Rossiyaning iqtisodiy vayron bo'lgan naman Ruslar ko'chaga chiqib namoyish qiladi. Bu malamanchilik kuchaysa, Rossiya Federatsiyasidagi Tatariston, Boshqirdiston, Checheniya, Dog'iston va Saxa qatorliq jumhuriyatlar mustaqillik talab qilishi mumkin. Aleksandr Motelning 2-oyning 21-kuni Davan to'rida e'lon qilgan Ruslarning o'limga cho'qinishi nomli maqolasida qayd qilishicha, Rossiya Ukrainaga hujum qilgan 1 yil mobaynida 200 mingdan ortiq askar o'lgan va yaralangan. Ukraina tarafining mo'ljallashicha 140 ming askar o'lgan. Bu nisbat bo'yicha bo'lganda, agar bu urush davomlashib qolsa, 2023-yilning oxirigacha 275 ming askarning o'ladiganligi mo'ljallangan. Aleksandr Motelning bayon qilishicha, 18-asrda Rossiya imperiyasi deb atalgan Rossiya ilgari keyin bo'lib, Sibiriya, Belorussiya, Ukraina, Shimoliy Kavkaz va O'rta Osiyoni besib olib, yerli xalqni bostirib, ularning madaniyatini vayron qilgan. Sovet ittifoqi Rossiya imperiyasiga varislik qilib, yig'ib olish markazi bo'lgan gulaglarni qurgan. Terilg'u yerlari munbat bo'lgan Ukrainada ocharchilik paydo qilib, millionlagan insonni qirib o'tgan. O'tgan yil mushu oyda Vladimir Putin va uningga o'xshagan Rus zo'ravonlari Ukrainada irqiy qirg'inchilik urushi qo'zg'agan. Aleksandr Motel 2-oyning 19-kuni 1945 to'rida e'lon qilgan Ukraina urushi Putin hokimiyatini oxirlashtirishi mumkin nomli maqolasida mundaq deb yozdi. Bu urush Putinni, uning hokimiyatini va butun Rossiyani vayron qilishi mumkin. Agar bu urushda Rossiya o'tirib qo'ysa, Putin taxtdan tushidi. Uning mustabid hokimiyati ag'dirildi. Uning orqasidan keladigan keskin huquq kurashida Rossiya demokratlarining g'alaba qilish ehtimoli bor. Ular Rossiyani qutuldirishi mumkin. Agar bu kurashda mustabidlar yana g'alaba qilsa, Rossiyada jazman ichki urush portlaydi. Uningdan kelib chiqadigan malamanchilikda Ruslardan boshqa millat rayonlari Rossiyadan bo'linib chiqishi mumkin. Eng burun Checheniya hukmroni Ramzan Qodirov o'zining kuchli qo'shiniga tayinib, uningga ishonadigan ruslarning orqasidan nayza urishi mumkin. Agar buni boshqalari tahdid qilsa, Rossiya degan davlat tarixga aylanishi mumkin. Aleksandr Motel agar Rossiya bu urushda mag'lub bo'lsa, Xitoyga qanday ta'sir ko'rsatadi degan savolimizga ilxat orqali javob qaytarib mundaq dedi. Rossiya agar jang maydonida tuzuk urush qila olmasa, iqtisodiy davomli nacharlashsa, Putin taxtdan tushiriladi. Uning fashistik hokimiyati ag'diriladi. U chaqda Rus bo'lmagan millatlarning Rossiyadan bo'linishiga to'liq sabab hozirlandi. Xitoyning ahvoli texnik qiyin bo'ladi. Ular Putinning balay ofat paydo qilgan bu urushni qo'zg'aganidan g'azablanadi. Ular agar Rossiya bu urushda ushtirib etsa, Rossiya Federatsiyasining parchalanib ketishidan, Xitoyning chegarasi va Xitoydagi Uyg'ur hatto Tibet rayoniga ig'ir muqimsizlik elib kelishidan ansiraydi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoylar bu urushda mag'lub bo'lgan Putinni qo'llab versa, o'zlari uning patqig'iga teyilib ketadiganligini biladi. Amerikadagi Germaniya Marshall fondining tadqiqotchisi Zakari Koper Rossiyaning bu urushdan keyingi taqdiri haqida to'xtalib, mundaq dedi. Russia's military power is much weaker was a year ago. I think even if Russia were to be somewhat successful, Rossiyaning harbiy kuchi 1 yil burunga qaraganda xilil ojizladi. Mencha Rossiya agar oz-to'la g'alaba qilib, Ukrainadagi bir qism ziminni tortib olgan taqdirdami, urushdan avval harbiy kuchni asliga keltirishiga 5 yildan 10 yilgacha vaqt ketadi. Yana bir jihatdan Rossiya garchi neft bilan tabiiy gazni setish orqali o'zini qamdisimi, uzoq mezgildan qaraganda iqtisodiy jihatdan zarbaga uchraydi. Chunki Yevropa allari va boshqa davlatlar Rossiyaning tabiiy gazining o'rnini oldigan boshqa manbalarni izlamoqda. Rossiyadagi nurg'un sarxillar o'z davlatidan ketishning yo'lini izlamoqda.
Üçüncü taraftan Vladimir Putin'in hakimiyet o'rnidan langishib qoldi. Uni darhol taxtdan tushidi deyilmaymiz. U nurg'un odamni halok qilgan bu urushni qo'zg'ab maqsadiga yetolmadi. Oldi bilan u bu urushning nimaga foydasi bo'lganligini ruslarga isbotlab bera olishi, olaman degan zaminni ola olishi kerak. Argue to the Russian people that this war was worth waging, and until he can conquer a lot of the territory that he promised to take. Rossiya Ukrainaga hujum qilib, 1 yilgacha g'alaba qilolmay, urush patqiqiga petib qolganda, Rossiyani izchil qo'llab kelayotgan Xitoy Rossiya bilan bir tarafda turadiganlik maydonini texmo oshkor ifodalashga boshlagan. Xitoy Kompartiyasi tashqi ishlar bo'limining mudiri, davlat ishlari komissari Wang Yi Rossiyaga berib, Xi Jinpingning kelar oydagi Rossiya ziyorati uchun tayyorlik qilgan. Amerika ovozi to'rining xabar qilishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi 2 oyning 22 kuni muxbirlarni kutilish yig'inida Xitoy diplomatiya amaldori Wang Yining Moskvaga berishiga inkos bildirib mundaq degan. The Wang Yi's visit to Russia, I will just say that Rossiya Ukrainaga hujum qilib 1 yil bo'lganda Xitoy amaldorining u yerga berishi Xitoy bilan Rossiyaning davomli bir sabti ekanligini texmo isbotlaydi. Xitoy o'zini hech qaysi tarafda emasdek ko'rsatkani bilan amaliyotda Rossiya bilan oppoq-chappoq munosabatda. Veneer of neutrality, even as it deepens its engagement with Russia. Tadqiqotchi Zakari Koper Xitoyning bu qatim Rossiya bilan texmo kuchli ittifoq qurishini xatarlik bir siyosiy qimor deb qaraydiganligini bildirib, mundaq dedi. The Chinese leaders probably want to avoid being isolated on the world stage and have Xitoy rahbarlari dunyo sahnasida yakunlab yolg'iz qolishdan, Amerika, Yevropa va Osiyodagi demokratik davlatlarning qarshiligiga uchrashdan hazaraylab kelgan edi. Ammo bu qatim Xitoyning Rossiyaga do't kishi nihoyat xatarlik bir ish. Rossiya bu urushda ig'ir ahvolda qolgandimi? Xitoyning Rossiyaga hamdam bo'lishidagi sabab bu ishda Putin bilan Xi Jinpingning shaxsiy do'stligi hal qiluvchi rol o'ynayotdi. Personal relationship between Vladimir Putin and Xi Jinping is playing a key role in explaining why Russia-China ties are still so tight. Amerikadagi siyosiy analizchi Andres Korapandi bu haqda radiomizga yo'llagan inkosida mundaq deydi. Xitoy Rossiyadan ko'p miqdorda energiya boyligi import qilish va Rossiyaga qurol, boshqarish texnikasi eksport qilish orqali yordam berishga urinyotdi. Ammo Xitoy mayli Rossiyaga qandoq yordam bersin, uning uchun ig'ir bedel to'laydi. Putin hozir jiddiy yordamga muhtoj. Xitoymi bu fursatda o'z maqsadiga yetmoqchi. Andres Korapandi yana bu urush agar Rossiyaning mag'lubiyati bilan oxirlashsa, bir qancha oqibat kelib chiqadiganligini bildirib, mundaq deydi. Oldi bilan Rossiya texmi bo'lindi va demokratiyalashdi. Putin bu mag'lubiyatda o'zini qo'g'dab qoldi yoki og'dirildi. Xitoy bu fursatda Putinni o'ziga texmi beqindirib oldi. Xitoy balkim Rossiyaning Iroq sharqdagi rayonlarga kengaymichilik qilishga urinishi mumkin. Radiomiz Xitoy bo'limining 2 oyning 23 kuni xabar qilishicha, Rossiya Ukrainaga tajovuz qilganiga 1 yil bo'lganda Xitoy tabiiy boyliqlar ministrligi yangi qoida chiqarib, Rossiya bilan chegaradosh bo'lgan 8 joyning Ruscha yarnomiga burunqi Xitoycha nomi bilan izohat berishni talab qilgan. Bu ish Xitoyda qizg'in munozara qo'zg'agan bo'lib, ba'zilari buni tarixiy nomusni unutib qolmaslik, qo'ldan ketgan zaminni qaytarib olish deb tushundirgan.